Assalomu alaykum. Men elektr guruh talabasi Shamsi deb Jamoldim ben. Hozir biz elektr mashina fanidan berilgan mustaqil ishning laboratoriya jarayonlari ketmoqdamiz. Mening mavzuyim 3 fazali 2 cho'lg'amli 3 burchak ulangan transformatorni F ga bog'liqlik grafikini qurish. Shu mavzu bo'yicha biz sxemani yig'amiz. Birinchi o'rinda fazani suyini o'g'irlamiz. Mana biz berilgan sxema 3 burchak usulda yig'ib bo'ldik. Hozir transformatorni ishga tushiramiz. Buni ham ishga tushiramiz. Voltmetrni ampermetrni ishga tushiramiz. Mana ishlanish berishni boshlaymiz.